I samband med Eid al-Adha genomförde Yardem Kurban-projektet i staden Mazar-e Sharif i Afghanistan. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aytlaringiz muborak bo'lsin. Mana bugun inshaalloh mana bu kishilar, singillar, o'ynog'alarimizni Haryak, Rayhon Cho'lak, Bekir Cho'lak, Zuhra Demirel, Izmi Sizin, Murod Filizberg, Zulayho Manzura achorda qurbonlarni kesib, beva, bechora va faqirlarga taqsim qilib beramiz inshaalloh. Aka qasob, mana shu ismlarni tutdim. Shularni qurbon vakolatini men sizga berdim. Oldingiz qabul etdingizmi? Qabul etdim. Oldingiz qabul etdingizmi? Qabul etdim. Oldingiz qabul etdingizmi? Qabul etdim. Mana bugun mana qurbon inoqalarimizni qurbonini suyamiz inshaalloh va xayr. Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar va lil hamd. Bismillahi Allohu akbar, bismillahi Allohu akbar, bismillahi Allohu akbar. Inna salati va nusuki va mahyaya va mamati lillahi robbil alamin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Mana bakay qurbonlarni suydik. Go'shtini maydalab poka qilibmiz. İnşallah omada tavzi. Xudovan qilgan qurbonliklarini bargoyiga qabul qilsin. Amin. Tack vare de generösa bidragen från Reyhan Cholak, Bekir Cholak, Zöre Demirel, Esme Sesen, Murat Filisberg, Zeliha och Mensurajar kunde vi slakta och distribuera kurbanikött till 50 behövande familjer. Varje familj fick ta emot 3,3 kilo färskt kött. En stor del av dessa familjer bestod av änkor och föräldralösa barn. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xudo rahmat qilsin. Sizlarday bevani g'arbni yodlabsizlar, qilgan qurbonliklaringizni, xayrotlaringizni Xudo qabul qilsin. Tashakkur amalaringizga, bizlar qurbon aytga yuqlabsizlar, Xudo rahmat qilsin. Amalarga tashakkur qilamiz. سلام علیکم. تشکر از کمک‌های سیدن که هر سال عید قربان ما را یاد میکنیم، هر سال راهی میکنیم. تشکر بازم. Assalamu aleyküm. Uzatgan qurbonligingizdan tashakkur. Assalomu alaykum. Qurbon qilganimiz yo'q bizlar. Xonalaringiz obod. Yaxshi qilibsizlar, ketiribsizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bizlar qurbon qilganimiz yo'q. Ko'maklaringizga tashakkur. Aytdim, yo'qotdim, vaqt yaxshi xonasi obod, shuni ko'maklar qildilar. Tashakkur qilaman. Xonalaringiz obod. Yo'qlabsizlar shuni bachalarini nimasini, xonalaringiz obod. Må Allah acceptera deras kurbani och välsigna deras godhet. Tack till alla som visade medmänsklighet och gjorde detta möjligt. Gör dem. Tillsammans gör vi skillnad.